Hammaga yana bir bor assalomu alaykum deb biz o'z efirlarimizni, video rollarimizni boshlaymiz akalar. Xudo xolasa biz Namangan viloyati Chust tumanida, Chust mol bozoridamiz. Bugun cheslovimiz 22 fevral hafta kuniga yakshanba 2026 yil. Xudo xolasa biz sizlarga bugun qo'ldan kelgancha bo'g'oz, sog'in sigirlarni qo'ldan kelgancha syomkasini qilib beramiz. Kanalimizda mehmonlar bo'lsa, iltimos aka-ukalar, qadrdonlar, biz kanalimiz rivoji uchun bir donadan obuna tugmachalarni bosib qo'yinglar. Xudo xolasa sizlarga mana shunaqangi manfaatli, chiroyli videolar tayyorlab borishga harakat qilamiz. Bo'lmasa biz sekin bir chekkadan bo'g'ozidan borini egalari bor ma'lumotni sizlarga yetkazib borishga harakat qilamiz. Mana. Nechinchi qorin aka? Bu aka ikkinchi qorin. Nech? 2. Ikkinchi qorin. 6 ko'ray ekan, ikkinchi qorin deyishyapti endi. Mana 8 oylik. 8 oylik. Qo'ldan kelgancha sizlarga ma'lumotni yetkazib beramiz mana. Nech pul ekan aka narx? Aka 28 deyapman. 28 million narx aytilyapti akalar. 24 bilan 700 ming savdo qilishyapti. 24 bilan 700 ming so'm savdosi bo'ldi. Mana keyingisi. Keyingi bo'g'ozimiz. Bu ham 8 oylik ekan akalar. Ko'rishinglar mumkin. Bu nechinchi qorin? Bu nechinchi qorin ekan? Nechinchi qorin? 3-chi qoringa ekan akalar bu ham. Bu narxi necha pul ekan? Buni 30 kam bor. Qancha berdi bozor? Bozor hozir 27 million 800 beryapti. 27 bilan 800 ming so'm savdosi bo'ldi akalar. Narx-navosini o'zingizlar kelishib, boz nomerlarini qoldiramiz. Qirg'iz shvedlar ekan. Nomerlarni aytingchi. Nomer 94lik 082 3292. 3292 ga kelib aloqaga chiqasizlar. Narxini o'zingizlar kelishib olishinglar mumkin. Mana shu ikkita mol. Endi bilmadim, 2-3 qorin deyishyapti. O'zingizlar ko'rib olaverasizlar kelar mana. Qo'ldan kelgancha biz vazifamizni ko'rsatib ketaveramiz. Bo'pti aka, bozoringiz bersin. Hop, keyingisi. Aka nechinchi qorin ekan bu? Ya nechinchi qorin? 4-inchisiga ekan 9 oylik. Nech pul aytyapsiz aka? Savdosi bo'ldi. 40 million? 26 deysiz? Ha. 35 milliondan qaytib 40 millionni borib 35 milliondan qaytilyapti ekan. 24 savdosi bo'ldi ekan. 4-qoringa. Mana ko'rishinglar mumkin. Yarabni berasizmi? Qo'ldan kelgancha ko'rsatib beramiz. Ma'lumot tegalari berishga yetkazib beramiz. Rahmat aka. Xo'p, keyingisi bo'g'ozimiz. Nechinchi qorin ekan aka bu? 3-qoringa. Ko'rishinglar mumkin, bo'yi 1.20 atrofida. Nech pul ekan narxi? Qancha berdi bozor? 30 million narx aytilyapti. Bozor 25 savdosi bo'libdi, berilmayapti ekan. Ko'rishinglar mumkin. Xo'p, rahmat aka, bozoringiz bersin. Xo'p. Savdo shunga bo'lyaptimi aka? Nech pul? Bilan oling, men bilan oling. 22. Nech pul berdi savdo? 22. 22 million 500 so'm o'tgancha. Qani? 22 million 500 ming so'm. Savdosi bo'lyapti ekan mana shu yerda hozir. 22 million 500 ming so'm mana savdosi bo'lyapti, berishmaydi ekan. Hop, ketdik, bo'lmasa chiroyli mollarni ko'rsatishga harakat qilamiz akalar. Birinchi mashina qo'ldan kelgancha sizlarga yaxshi molni taqsim qilishga harakat qilamiz akalar. Endi mana shu yerda ham shved bor ekan mana. Chiroyligidan egalaridan ma'lumotini olib sizlarga yetkazib beramiz. Tog'a nechinchi qorin ekan bu? Birinchi qorin ekan. Shved kuragi ham yo'q ekan. Necha oylik qorindagi hozir? 5-6 kunda tug'adi deyaptilar mana. Ko'rishinglar mumkin. Nech pul ekan narx? 28 million kam bor ekan. Qancha berdi bozor? Chiqardi-ku. Hozir yoshda. Bozor qancha berdi tog'a bunga? Bitta chiqargan. Bozor qancha berdi? 24 ga. 24,5 savdosi.
Har bitta chiqarib ketgan. Endi chiqibdi. Chiqib turagi bor ekan. Xo'p, ketdik bo'lmasa ko'rsataveramiz. Bo'g'ozlarni syomka qilishda davom ettiraveramiz. Xo'p. Bular chiqib ketdi, yo joyini almashtiryapti. Keyingi bo'g'oz burada kelib mana. Ko'rishingiz mumkin. Sifati yaxshi, bo'yi 1.25 atrofida. Aka nechinchi qorin bu? Uchinchisi. Uchinchisi qoringa kelib. Savdo bo'lyaptimi shunga? Nech pul bo'lyapti? 200 ming. 31 million 200 ming siz berdingiz hozir. 31 million 200 ming so'm egalar mana 20 ming savdosi bo'lyapti. Uchinchi qoringa deyishyapti. Mana. Ko'rishingiz mumkin. 31 million 200 ming deyishyapti aka. Lekin berilmayapti 31 million 200 ming so'mga. Ko'rishingiz mumkin. Aka nech pul aytyapsiz o'zingiz? 35 deyapti. 35 narx aytilyapti ekan akalar. Rahmat aka, bozor yo'lamaysiz. Sani ko'rdilar. Qani keyingisi. Aka nechinchi qorin ekan bu? Ikkinchi qorin akalar. Nech pul aytyapsiz? Xo'p, nech pul aytyapsiz? 40 million deyapti. Qancha berdi bozor? 33. 40 million narx aytilyapti. Bozor 33 savdosi bo'pti mana shu bo'g'ozimizda. Mana o'zi mo'may deganlar shu olganimiz. Bo'lmasa sigirlarga qarab o'tib ketaveramiz. Katta sigirlar so'ragan akalarimiz bo'lsa, mana. Aka nechinchi qorin ekan bu? 4-chi aka. 4-chi qoringa kelib. 4-chi qoringa. 4-chi qoringa kelib 45 million narx aytilyapti ekan. Xondagi bolasi 7 oylik. Qancha berdi bozor aka? Endi keldi aka. Endi kelishdi ekan. 45 million narx aytilyapti 4-chi qoringa ekan. Molli sifati lekin bo'yi 1.30 dan past emas, ko'rishingiz mumkin mana. Bundan kelgancha. Ha, tabarda tizimga tushmagan. Mana aka. Xo'p, rahmat aka, bozoringiz bersin. Mana aka. Xo'p, bo'lmasa sog'inlardan ham ko'rsataveramiz. Hozir bo'g'oz tugasa, sog'insiga tarafga qarab o'tib, bularni ham narxini sizlarga qo'ldan kelgancha ko'rsatib beraman. Bitta bo'g'ozimiz bor ekan, mana shved. Bo'yi 1.25 atrofida chiqib qoladi. Mana akalar. Nechinchi qorin aka? 3-chi qoringa akalar. Nech pul ekan narx? 38 million ham kami. 38 million kami bor narx aytilyapti. Bozor qancha berdi aka? Shu yerda savdosi bo'lyapti ekan, mayli. 38 kam bor ekan. Savdo sal uzoqroqda bo'layotganligi uchun oldiga borganimiz yo'q. To'g'ri tushirasizlar. Nomer qo'yib qo'ymaysizmi aka? Sotilib ketar. Xo'p, rahmat aka. Bozoringiz bersin. Xo'p, bo'lmasa bo'g'ozdan tugatib, mana shu yerda hammasi mana akalar. Sigir bozordan ham sekin syomka qilib beraveramiz. Qo'ldan kelgancha bo'lmasa, mana mana sigirimizdan boshlaymiz. Nechinchi bolasi aka bu? Ikkinchi bolasi akalar. Sigir tomonga yetib keldik. Mana sigirimizni bo'yi 1.20 filista, mana ikkinchi bolasi ekan. Nechta suti bor aka? 7 ta suti bor. Novosmi bolasi? Novoz. Bolasi novoscha, ikkinchi bola 7 ta sutga. Narxi nech pul aytyapsiz aka? 32 kam bor. 32 kam bor. Qancha berdi bozor aka? 27 million 200 ming so'm ekan savdosi bo'pti. Bolasi novoscha. 3-chi bola 7 ta sutga mana akalar. Ko'rishingiz mumkin. Nomer qo'yib qo'yingizmi aka? 94lik 695 8913 akalar. Sigir yo'qsa aloqaga chiqib, narx-navosini kelishib, buyog'ini o'zingizga gaplashib olishingiz mumkin. Mana shu sigir. Bolasi novoscha ekan. Rahmat aka, bozoringiz bersin. Keyingi sigirimiz ko'rishingiz mumkin, bo'yi 1.25 atrofida, buni ham eti biroz og'irroq bo'lishi mumkin, lekin suyagi yo'g'on, suyagi buzuq ekan. Nechinchi bolasi aka? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Og'a, Aka nechinchi bolasi bu? ikkinchi bolasi. Novosmi aka bu? Urg'ochi. Urg'ochi ekan. 4ta ikkinchi bolasi, bolasi urg'ochi ekan. Mana ko'rishingiz mumkin.
Hozir sutlarni ham ma'lumotini endi so'raymiz. Narxi necha pul aka buni? 32 million kami bor narx aytilyapti. Savdosi bo'ldimi? Qancha aka? 25 million. 32 kami bor narx aytilyapti. 25 savdosi bo'ldi. Berilmaydi ekan, bolasi 10-aka. Hop, keyingi sigirimizni ko'rsatamiz bo'lmasa. Bugun bozorda sigir biroz kamroq chiqibdi. Bu nechinchi bolasi aka? Bu aka birinchi bolasi. Buvosmi, onajimi? Ovoz bolasi. Birinchi bolasi Buvos aka. Nechta suti bor hozir aka? Borda 7-8 ta beraveradi. 7-8 ta suti beraveradi. Birinchi bolasi. Birinchi tug'ish ekan, lekin bo'yi biroz nima deyman, kichikroq, 120 atrofida chiqib qoladi bo'yi. Lekin bolasini Buvos ekan. Necha pul narx aka? 33 million narx aytilyapti. Qancha berdi bozor? 28, 33 million narx aytilyapti. 28 ko'ribdi, sotilmayapti ekan. Nomer olib qo'yamizmi aka? Bu 94lik. 94lik. 951 951 50 00. 50 ga kelar. Mana sigir ham shu akamizdan narx ma'qul bo'lsa aloqaga chiqib bog'lanib kelishib olishinglar mumkin. Rahmat aka. Hop, keyingi sigirimiz. Aka nechinchi bolasi bu? 4-inchi. Buvosmi, onajimi? Onaji. 10-chi, 4-chi bolasi. Mana sigirimizni ko'rishinglar mumkin. Holatlarini mana 4-chi bola ekan. Nechta suti bor aka hozir? 10 ta beradi ertagacha. 10 ta beradi ertaga. Narxi necha pul aytyapsiz? 40 million. Savdosi bo'ldimi? 30 bo'ldi. 40 million so'm narx aytilyapti. 30 ga ko'ribdi mana. 4-chi bola. Bolasi 10-chi. Ertaga 10 ta suti bor. Bor ma'lumotini aytdi shekilli akalar. Hop, keyingisi mana shu yerda akalar. Ko'rishinglar mumkin. Bo'yi 120 atrofida chiqib qoladi. 120 pilista, lekin shu yerda eti ham yaxshi ekan. Aka nechinchi bolasi bu? 3-chi bolasi. Novasmi, onajimi? Bu Novas. Hozir aka shuni ola. Novasmi? Novas aka 3-chi bolasi ekan. Nechta suti bor aka? 8 ta suti bor. Nech pul aytyapsiz narxi? 40 million. Qancha berdi bozor? 36 berdi. 36, 40 million narx aytilyapti. Mana akalar bolasini ko'chati yaxshi ekan, Novaschi ekan. Shuni hisobiga, xo'p aka, siz olmayman. Xo'p. Mana 40 million narx aytilyapti. 36 million so'm savdosi bo'ldi aka. 8 ta suti bor aka, erta kech. Rahmat aka. Xo'p. Ash akamizni ham. Zohidjon o'z aka. Mana aka, keyingi sigirimiz. 27-800. Aka nechinchi bolasi? 3-chi bolasi. Novasmi, onajimi? Bunaqa qo'naji. Bolasi 10-chi, 3-chi bolasi. Mana sigirimizni. Nechta suti bor aka hozir? 8 ta beradi. 8 ta beradi. Narxi necha pul? 35 kami bor. 35 kami. 28 so'radi. 28 savdosi bo'libdi, 35 kami bor. Mana sigirimiz bo'yi 120 atrofida chiqib qoladi. Mana sutlar oqib turibdi mana. Ko'rishinglar mumkin. Tishiga beradi, tishi. Nomer qo'yib qo'yamizmi? Qo'yamiz. Ayting. 93lik. 93lik 497 497 8073. 8073 ga kelib aloqaga chiqasizlar. Mana shu sigirga kerak bo'lsa, narxi ma'qul kelib qolsa, ko'ngilliga yoqsa, gaplashishinglar mumkin. Mana shu. Yoshmi? 8 ta ekanchi. Ko'rishinglar mumkin. Hop. Rahmat aka, bozoringiz bersin. Hop, keyingi sigirimiz akalar. Bo'yi 125 atrofida. Aka nechinchi bolasi? 4-5. Novasmi, onajimi? Novascha 4-chi bolasi mana. Bolani bitta ko'rsatib berib, mana endi sigirga ko'rsatamiz. 4-chi bolasi Novascha. Taxminan 8 ta suti bor. Kanal nomi nima ekan aka? Zohidjon. Nech pul ekan narxi aka? 40 million. Savdosi bo'ldimi? 36, 40 million narx aytilyapti. 36 savdosi bo'lib berilmaydi ekan. Mana ko'rishinglar mumkin.
Rahmat aka. Xo'p, savdo bo'layotgan joylardan ham ko'rsatishga harakat qilamiz. Savdolar juda ham bir nima deydi, sus. Az bo'lyapti sigir tarafda. Mana mashinaga savdosi bo'lib turibdi ekan. Aka nech pul berdingiz? 34 million so'm akalar, mana sigirimiz savdosi bo'lyapti. Ko'rishinglar mumkin. 34 million so'mga berilmayapti. Bolasini o'g'ilsa ekan. million so'm savdosi bo'lyapti, berilmayapti ekan. Sigir bozorida juda ham sigir kam ekanlar, shuning uchun qo'ldan kelgancha ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Borini imkoniyatimiz boricha nima deydi, yaxshi sigirlar ham juda ham kam chiqibdi. Masalan ham bitta bor ekan, mana shved. Aka ko'ravering, ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi ekan. Bolasi nima ekan? Onajin aka. Onajin. Suti bor 8 litr, 7 litr sut 8 beradi. litr suti bor. Narxi necha pul ekan aka? Narx 31 million ozgina ekami bor aka. Qancha berdi bozor? Bozor 27 gacha savdo bo'lyapti. 27 gacha savdo bo'lyapti. Ustiga yursa berasiz. Yani Nomer qo'yib qo'yamizmi? qo'yamiz aka 99lik. 99lik 921 921 21 86. 21 86 ga kelib mana aloqaga chiqishinglar mumkin. Mana sigirimiz. Endi 3-4 bolasi deyishadi. Bilmadim endi men. Sigir holatidan o'zinglar ko'rib, ko'ngilinglar yoqsa narxini kelishib olaverasizlar. 8 ta aka. 8 ta bo'lib bo'lmagan aka. Mana tushdi. 8 ta bo'lmagan ekan. Turishidan kattaga o'xshaganda yoshi. Yoshga o'shanga tushundim-da, bekorga Turishidan yosh kattaga o'xshagan, lekin tishi hali 8 ta bo'lmagan ekan. Mana ko'rishinglar mumkin. Bolasi xonajincha ekan. Rahmat aka, bozoringiz bersin. Xo'p, keyingi sigirimiz akalar mana. Bo'yi 1.25 atrofida. Aka necha ish tug'ish bu? 4-aka. Novasmi xonajin bolasi? Novas onargan. Bolasi novasi ekan, 4-tug'ish. Mana bolasi akalar. Ko'rishinglar mumkin. Narxi necha pul ekan aka? 50 kam bor. Qancha berdi bozor? 35, 50 million chami bor. Bozor 35 savdosi bo'libdi, berilmayapti ekan. Ko'rishinglar mumkin. Bolasi novasi, 4-bola. Kanalingizni olmas. Zohidjon o'zi aka. Nechta suti bor? 7-6 suti bor. Hamda o'tgan bozor nima dedi? 70 million 60 million bo'lib qolsa ekan. Videogami? Ha. YouTube'da. YouTube'da aka. Mana ko'rsatib berdik qo'ldan kelgancha. Savdo bo'layotgan joylarda. Hey, sipancı sesat rozu musun? Şöyle 300 var mı? Rozi misiz? Orası. Sipancı sesat biteyim mi? Var. Sizce hayırlı yok mu? Sat kamba. Mana qara, biz gapiramiz. Endi o'zing gapirasan. O'zing sotadim. O'zing gapirasan. O'zing gapirasan. Qasinga savdo bo'lyapti. Javobga sen o'zing gapirasan. Biz gapirdik, sen gapirasan. Bor baraka. Mana aka teg, Rasul teg. Sen bizashda yo'l kurashma. Rasul yo'l kurasha. Ey! Yo'l kurashda. 100 beşarım bo'lyapti. 35 yaşında sordinmi? Or baraka bizga gap yo'q. Bor. 35 yarim bor. 35 yarim. Mana akalar. Qani? 35 yarim. Hayda. 37 milyon sotadi bu. Hayda. Chekiga reklam. Bolasi nima ekan? Novascha. Bolasi novascha ekan mana. Nechi bo'ldi? 35 yarim bo'ldi. Otildimi? Sotildi. Mana aka. 35 yarim. Xo'p, qani sigirlar. Bo'lsa yana ko'rsatsam sizlarga.
Taqdim etib ketaveramiz. Sigir bozorda bugun juda ham kam sigir. Shuni shu to'g'ri tushunasizlar. Mashada ham mana holat bolasi kattasidan nima deydi, onasiga yetib olgan variantidan bor ekan. Shuni ham ko'rsatib ketamiz. Qani. Aka nechinchi bolasi bu? 4-chi bolasi ekan. Bo'g'ozmi yana? Garantiyali. Yo gumonmi? Gumon a? Mana bolasi akalar onasiga yetib olgan. Ko'rishinglar mumkin. Onasiga yetgan variantda bolasi 10 mana onasi. 4-chi bolasi ekan. Nech pul ekan aka narxi? 40 million narx aytilyapti. Bozor qancha berdi aka? 35. 40 million narx aytilyapti. Bozor 35 million savdosi bo'libdi akalar. Qonunday bolasi gumon ekan. Lekin mana bolasi o'zi yuziga borganda yana qochib sigir bo'ladigan holatda turibdi. Bas sigir. Hop, bo'ldi aka. Nechinchi bolasi aka? 4-chi. Novosmi onajim? Novos. 4-chi. 6 oylik qonunda bo'ladi. 3 talik. Ana 3 talik variantlardan akalar. Bola novoscha. Qonunda yana 6 oylik bolasi bor. Nechinchi bolasi dediz aka? 4-chi. Qonundagi 5. Ha, bu 3-chisi, qonundagi 4-chisi ekan akalar. Qonundagi ham 6 oylik. Bittagan 3 ta mol olaman deydiganlarga mana ko'rishinglar mumkin. Nech pul narxi aka? 40 million. 40 million. Qancha berdi bozor? 35,5. 35,5 nomer qo'yib qo'yamizmi? Rahmat aka. Yaxshimi? Bozoringizni bersa. Yurimiz aka bir chegaladi. Chiqmayapsiz. Ya chiqyapmiz, siz qaramayapsiz aka. Faqat bek pullar chiqyapti xolos. Xo'p, mana kelar. 35 savdosi bo'pti. Qonunda ham yonida ham bolasi bor.